Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari hamda parranda ishqibozlari. Xudo xolasa 2026-yil 16-iyul hafta kunimizga xudo xohlasa payshanba. Bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bog'dod yem omboriga kelganmiz. Xudo xolasa bu taraf Rishtondan kelish, Mostdan tushish, bu taraf Bog'dod sentridan kelish, Rishtonga ketish. Xudo xolasa manzilda hamma biladi bu yerda. Menimcha ko'p gapirishim shart emas. Qani biz yem omboriga kelganmiz. Yem omborda chiroyli qilib necha xil yem bor? Misol uchun 100 xil yem bo'ladigan bo'lsa, hammasini chiroyli qilib batafsil ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka. Charchamaysizmi? Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Aka, yem ombori bu qancha necha yildan beri davom etmoqda bu ish faoliyati? Bu ancha yildan beri davom etmoqda. Ancha yildan beri davom etmoqda. Siz santimetrlarni ko'rsataman. Hammasini chiroyli qilib. Albatta bu yerda chorva ishqibozlari deysizmi, xudo xolasa parranda ishqibozlari deysizmi, hammasidan bor. Kerak bo'lsa silosidan tortib chorvalarimizga tuzlari ham bor. Qani biz boshladik. Yemlarimizni assortimentiga keladigan bo'lsak, chorva ishqibozlariga mana bu sladkiy ko'rim bo'ladi. Sladkiy ko'rim qizilchadan tayyor bo'ladi buni. Hamma biladi buni. Bir tog'ora bo'lib ketadigan. Bir tog'ora bo'lib ketadigan bo'ladi. Xo'p. Rossiyaniki mana bular. Bular-chi? Aziya ko'rimimiz bo'ladi. Aziya ko'rim. Ko'paytirgani, sigirdiki, mana sigirdiki. Bu novostiki mana. Bu novostiki, Tolqoni bu. Boqib turgan aka-ukalarimizga xudo xolasa shundan tavsiya qilamiz. Mana bu yoqda boshqa yana ko'rimlarimiz mavjud. Qani? Universal ko'rim. Hammasidan bor ekan. Sigir novostiki. Kerak bo'lsa, misol uchun bunday aytadigan bo'lsa, ko'rimni bir 20 xil turi bor ekan shu yerda o'zimizda omborda. Bog'dod tumanida, Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida adashmanglar manzildan. Xudo xolasa, qani davom etamiz. Mana bular vitaminlari, vilofos vitaminlarimiz va soda, kalsiy, mana kalsiylarimiz bor. Kalsiylarimiz. Xo'p. Mana bu yoqda parrandachilik uchun parrandachilarga donlarimiz ham mavjud. Qani? Donlarimiz 12 xilga yaqin donlarimiz mavjud. Aralashmali donlar. Bularda qaysi parrandalarga tavsiya qilasiz aka? Bular tovuq, indu, brollerlarga ketaveradi. Mana shular hammasi bir xil, vitaminli donlarimiz. Vitaminli donlar. Makkalar, bular-chi aka, mana ular. Nesuchka deyiladi, tug'diradi bu tovuqni. Tug'diradeganga. Nesuchka. Mana bunisi ham. Mana makkalarimiz. Makkalarimiz ham bor. Mana aralashmali yana donlarimiz kaptarlarga. Xo'p, kaptar boqaman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa, seri undan tortib toza ungacha, kepak hammasidan bor, xudo xolasa. Kunjaralarimizga keladigan bo'lsak, aka, kunjaralarimiz ham. Kunjaralarimiz Samarqand disko so'raganlar uchun Samarqand diskoning 2 xili bor mana. YouTube bergan. Aka, bularni pulini ham aytib ketaylik bir yo'la. Bo'ldi. Samarqand diskolarimiz mana 6400 so'mdan. Xo'p, 6400 so'mdan. Bular-chi? Bu ham shunaqa. Bu ham shu narxda. Xo'p. Bunisi mana paxta brendiga asosan 6300 so'mdan kunjaramiz. Bunisi Qo'qonniki, u 6100 lik. 6100 lik. Bular-chi mana ular? 5800 ligi. 5800 ligi. Bunisi ham Qo'qonniki 6200 ligi. Qarang, bu kunjaramiz bilan bu kunjaramizni g'unojinga yo sigirga qaysi biriga tavsiya qilasiz aka siz, misol uchun? Endi ko'proq mana ular sigirlarga. Xo'p. Sigirlarga effekti yaxshiroq. Effekt yaxshi beradi. Bular-chi? Endi atalaga uyutib bergani. Uyutib bergani. Xudo xolasa, hammasidan bor ekan aka-ukalar, hurmatli chorva ishqibozlari. Keyin qo'ylar uchun mana bug'doy yormamiz va arpa yormamiz. Arpa yorma. Bular necha puldan akalar? Bular 4,5 mingdan. Bular 4,5 mingdan, a? Qopga tushib beramiz. Qarang aka, bitta savol qiynaydi bizda. 20 qop kepak olaman, yo bo'lmasam 30 qop kunjor olaman, yo bo'lmasam 10 qop yorma bug'doy olaman deganlarga dastavka xizmati mavjudmi? Dastavka xizmatlarimiz mavjud. Bog'dod, Rishton territoriya atrofiga, vodiy bo'ylabmi? Mavjud. Yashang aka. Bizga o'shanisi muhim. O'shanisi muhim. Yetkazib berish xizmati bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Kepaklarning assortimentiga qaranglar. Mana Munis degan kepaklarimiz kelgan irigidan. Bular necha puldan? Bular 90 minglik. 90 minglik. Bularchi? Qozoqdagi mana 85 lik kepaklarimiz. Mana Magiz degani bor. Mana mayinroq so'raganlar uchun. Mayin so'raganlarga. Bu ham qozoqdagi. Bu qozoqdagi necha pul? Bular 85 dan, a? Xo'p.
Keyin bu yoqda mana muchkalarimiz, oltin tegirmon muchkasimiz Aha. bor. Keyin mana magizli muchkalarimiz bor. Mayizli mushlar. Bular nechi puldan? Bu nechi pul, bu nechi 40 pul? mingligi, bu 115 mingligi. Bular-chi? Mana ular qanaqa? Serum, asldon serumlarimiz. Serumlar. 80 mingdan bu. Bu mana zalotoy poli. Bu 185 ming. 185 ming. Hop. Mana 160 mingligim bor. Xo'p. Hurmatli chorva ishqibozlari, albatta manzildan adashmanglar. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bog'dod Mostdan tushishda chap qo'lda, xudo xohlasa, katta skalati bilan do'konimiz ancha yildan beri faoliyatini yurgizib bormoqda. Manzilda adashmasdan keling, xudo xohlasa, hamma assortiment bor. Albatta, ko'p olaman deganlarga dastlabki xizmati ham mavjud. Aka, adashmasam ko'cha tomondan skalatini ko'rdim men. Skalatimiz ham bor, ha. Skalatini bir hurmatli chorva ishqibozlarga bir yoritib o'tib ketaylikmi? Bo'ladi. Misol uchun video davomida kimdir yo'q, ozgina yem bor ekan, borsak dastlabki xizmati yo'q deb qoladigan bo'lsa-chi deganlarga negativchi akalarimiz ham bo'lib qoladi orada. Bo'ladi. O'shalarga bir yoritib o'tib ketaylik, ha? Qani ketdik. Yuring. Biz skalatga qadam bosyapmiz aka-ukalar. Mana bu yoqda Hurmatli chorva ishqibozlari, skalatini qaranglar. Bisyor degani tojikchasiga bisyor. Juda ham ko'p. Hamma assortiment. Mana shu tashqarida do'konimizda turgan qopi ochiq yemlarni hammasidan bor mana shu yerda. Mana shu mashinamiz dastlabki xizmatida yuribdi. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmati cheksiz, mutlaqo bepul. Faqat kelasiz, yemlarni xarid qilasiz. Hamma yemdan bor. Albatta yetkazib berishi hozir oldin aytib o'tganimdek, dastlabki xizmati mutlaqo bepul. Albatta, siz kelib birinchi ko'ring. Albatta, bitta yemni olsangiz, yana nargisini olgingiz kelib qoladi. Aytib o'tganimdek, Viber juda ham ko'p. Makka jo'xori so'raganlarga Makka, ko'rim so'raganlarga ko'rim, hammasidan. Ko'rimni pashti 20 xilidan bor ekan, domlachilar. Aka, mana shularni ham tushuntirib o'tib ketaylik. Bularimiz mana o'zimizda iste'molga mana lazer guruchlarimiz mana, qotlarimiz bor, garoqlarimiz bor. Keyin mana novoylar uchun kunjutlarimiz bor. Keyin mana gerkuleslarimiz bor o'zimiz uchun. Shuni qarang, jon. Shovlabog, nima, mastavabog guruchlarimiz. Hammasidan bor. Xudo xolasa, albatta aytib o'tganimdek, manzildan adashmanglar. Keyin mana brullerlar uchun assobi yemlarimiz. Start, Rose, Finish degan tonlarimiz mavjud. Bular nechi puldan aka bular? Bular 8,5 mingdan. 8,5 kilosi. 8,5 ming. Agar narxi tushadi. Ko'proq olaman deganlarga albatta narxi tushadi, narxi tushadi. Manzildan adashmanglar, o'zimizni Bog'dod tumanida Mostdan tushishda, Rishtondan kelishda Mostdan tushishda chap qo'lda katta zdaniya skalati bilan turibdi. Hurmatli obunachilar, albatta hammalaring tavsiya qilib qolamiz. Kimga qanaqa yem kerak bo'ladigan bo'lsa, akamiz xudo xolasa hammasidan topib beradi. Kerak bo'lsa tonna deysizmi, tonna, Isuzuda bosib olib ketaman deysizmi, Isuzuda hammasidan dastlabkasi bilan yetkazib beradi. Xudo xolasa chorva ishqibozlariga va parranda ishqibozlariga boqib turgan aka-ukalarimizga ham hammasidan bor. Albatta narxi kelishilgan holda kelasiz. Seri undan tortib hozirgi video davomida ko'rgan hamma yemdan bor. Iste'mol uchun unlarimiz ham mavjud. Iste'mol uchun ham unlar bor ekan, xudo xolasa. Iste'mol uchun unlar narxi bilan tanishtirib o'taman. Bolalar tushunish jarayonida. Biri suzi kelgan. Qaranglar aka. Bonjour, Marvarid, Castanay, Midlux deganlari bor, keyin Samiha degani bor. Qarang, obunachilarga birma-bir ozgina narxini tushuntirib o'tib ketaylik. Narxi mana 50 kiloli unlarimiz hammasi 225 mingdan. Qaytdiki bu? Bular Qo'qondiki. Qo'qonniki, ha? Xo'p, bularchi? Bular ham shunaqa. Qo'qondiki. Mana Qozog'dagi bor, Castanay degani u 230 mingdan. 230 mingdan. Iste'mol uchun. Albatta iste'mol uchun. Hurmatli obunachilar, iste'mol uchun hamma unlardan bor ekan. Seri undan tortib, iste'mol o'zimizda iste'mol unimizgacha hammasidan bor ekan. Yemlarda aytmaysan bu yerda, hammasidan bor ekan. O'zimda chorva bor, endi o'zim shu yerga kelib assortiment qilib olib borib effektini ko'rganman ham. Lekin yana olib ketaman deb turibman, xudo xolasa. Manzilda adashmanglar. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mostdan tushishda chap qo'lda, Rishtondan kelishda